Demak, qonunning 6-moddasida mana bevosita O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, shuningdek Adliya vazirligi va boshqa manfaatdor tashkilotlarga ushbu qonunning ijrochilarga yetkazilishini hamda narkotik iste'mol qilishga undash og'ir jinoyat sifatida baholanib 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi qo'llaniladi. Ta'lim muassasalari, maktablar, talabalar yotoqxonalari, bolalar oromgohlarida voyaga yetmaganlarni narko jinoyatlarga jalb qilganlar 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Va bu hujjat narko jinoyatlarini sodir etgan shaxslar muddatidan oldin ozodlikka chiqarilmoqda. Uyushgan narko jinoyatchilik uchun jazo choralari qariyb 2 barobar og'irlashtirildi. Jinoiy yo'ldan asrab qolishga qaratilgan qonundir. qonunga aloqasi bor bo'lmasalar, ya'ni sifatsiz yoki talabga javob bermagan mahsulotlar ishlab chiqaruvchi tashkilotlarga ham tegishli javobgarlik belgilangan. Bu kurash sizning yordamingizsiz bo'lmaydi. Ushbu kurashda davlatga yordamchi va tayanch balo hech bir oilaga zarar keltirmasin.